Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosetchi İftixor Abdurashid. Men riyosetchi Zumraday Erkin. Bugun çarşamba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar proqramımızın təfsilatı bolsun. Növbətdə Amerikada xizmət ziyaretida bo'lib atqan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso apandim 11 mart kuni Washingtonda chaqirilgan Dünya Erkinlik Qurultayining umumiy yig'iniga qatnashib, dunyoning har qaysi ellaridan mazkur yig'inga qatnashish uchun kelgan demokratiya va kishilik huquq harakati liderlariga mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlari ustidan rəhimsizlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlari, Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqagan bostirish siyosati, G'arb demokratik ellərinin Uyghur irqi qırğınçılığını etiraf qilish va onu to'sib qilish uchun bosgan qadamlari, Amerika tarafidan ijro qilinayotgan Uyghur majburiy emgikining oldini olish qonuni va Yevropa parlamentining bu haqda olgan qarorlari, shundaqla Uyghur masalasining xalqarалық yuzlanish qatorliq ko'p taraflimlik masalalar ustida tafsiliy ma'lumot berish fursatiga erishdi. Dünya Erkinlik Qurultayı bolsa, dunyodagi diktatorlik va g'ayri-demokratik usulda boshqarilayotgan 60 davlatga mansub demokratiya va kishilik huquq harakati liderlarining qo'shilishidan tarkib topgan yer shari xarakterlik zo'r bir ittifoq bo'lib, Dolqin Ayso apandim Dünya Erkinlik Qurultayı ijroiya hay'atining a'zosidan iborat. Bu qadimgi yig'inga Dolqin Ayso apandim bilan birga yana Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Qurultayning oliy maslahatchisi va Uyg'ur akademiyasining bosh raisi Dr. Rishad Abbas qatorliqlarmi ishtirok qildi. Mazkur yig'inga qatnashayotgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi, ya'ni NEDning prezidenti Damon Wilson apandim bilan ayrim ko'rishib suhbat olib bordi. Yig'in oxirida Dünya Erkinlik Qurultayining raisi Masih Ali Nijat xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida mazkur tashkilotning axboroti o'qib o'tildi. O'rtaq axborotda mundaq deb ko'rsatildi. Navbatda dunyodagi insonlarning 3dan 2 qismidan ko'proq mustabid tuzum ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Biz cho'qim butun dunyo miqyosida haqiqiy demokratiyani barpo qilishimiz lozim. Biz Dünya Erkinlik Qurultayi mansublari bo'lish sifatimiz bilan erkin va demokratik davlatlarning rahbarlarini, butun dunyodagi siyosiy mahbuslarni ozod qilishni o'zlarining asosli tashqi siyosiy ham vazifasi deb bilib, o'zaro birlik va ittifoqlikni kuchaytirib, bu jihatda diktator davlatlarga qaratgan besim va cheklash tadbirlarini yanada kuchaytirishga chaqiramiz. Hammamiz birlikda diktatorlar o'tirsida kundan-kun kuchayayotgan hamkorlikni bechit qilishimiz lozim. Biz vatan ichida bexatar emas edik. Chet ellardami bexatar emasmiz. Erkinlik jangchilari va o'qituvchilar duch kelgan tahdid so'g'uq urushdan buyanqi har qanday vaqtdagidan zo'r bo'lmoqda. Hozir butun dunyo miqyosida 1 million siyosiy mahbus mavjud bo'lib turmoqda. Shunga o'rnimizdan dast turib, erkinlik uchun kurash qiladigan payt yetib keldi. 11 mart kuni Amerika Davlat Majlisida Amerikaliklarni tashqi kuchlarning kontrolidagi tor mulozimatining qo'g'dash qonun loyihasi jiddiy muzokara qilinayotgan daqiqalarda Uyg'ur, Tibet, Hong Kong, Tayvan va boshqa kishilik huquq tashkilotlari Amerika Davlat Majlisi oldida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Amerika Davlat Majlisi a'zolarini mazkur qonun loyihasini tezda ma'qullashga chaqirdi. Bu qonun loyihasida ByteDance shirkatining kontrolidagi TikTokning Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid ekanligi, Xitoydagi har qanday shirkatning Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinpingning kontrolida bo'lganligi alayda ta'kidlangan bo'lib, mazkur qonun loyihasi 12 mart kuni Amerika Davlat Majlisi Avam palatasida ovozga qo'yiladi. Agar ma'qullanib qolsa, Amerika prezidenti Jo Bayden uning qo'l qo'yadiganligini bildirgan. Bu munosabat bilan 11 mart kuni Amerika Davlat Majlisi oldida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'iniga yuqorqi qonun loyihasini tunji bo'lib 5 mart kuni Davlat Majlisida tanishtirgan Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Amerika Xitoy raqobati alayda komitetining mas'ullaridan Raja Krishnamurti, Amerika Davlat Majlisining sobiq raisi Nancy Pelosi, Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga munosabatli qonun loyihalarining sunilishi va ma'qullanishida turkilik muhim rol o'ynab kelgan Avam palata a'zosi Tom Suzy qatorliqlar bevosita qatnashib, o'zlarining qo'llashini ifoda qilishdi. Axborot e'lon qilish yig'iniga Uyg'urlarga vakolatan Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Ayso, Qurultayning muavin raisi Zubayra Shamsiddin, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Elfidar Iltabir va Amerikada yashayotgan bir qism Uyg'ur qarindoshlarimiz qatnashdi. Axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'urlarga vakolatan so'z qilgan Elfidar Iltabir xonim faqatla Amerikaning bexatarligiga emas, balki chet ellardagi butun Uyg'urlarning bexatarligiga bevosita tahdid solayotgan TikTokni bosh shtabi Beijingga joylashgan ByteDance cheklik shirkatidan darhol ayrilishga va Amerika Davlat Majlisini bu haqda sunilgan yuqori qonun loyihasini kechiktirmay darhol ma'qullashga chaqirdi.
Elfidar İltabir xanım sözde yana Uyghur irqi qirg'inchiligining oldini olish munosabatli har qanday qonun teklif loyihalariga qarta Uyghur tashkilotlarining Amerika davlat majlisi bilan har zaman hamkorlik ichida bo'lganligini alayda ta'kidlab o'tdi. TikTok Xitoy cho'ng quruqligiga joylashgan ByteDance igdorchiligidagi sin mulozimat applaridan biri bo'lib, uning Xitoyda qo'llanilgan nusxasi Douyin deb ataldi. ByteDance cheklik shirkati Xitoyning internet texnik shirkati bo'lib, Zhang Yiming, Liang Rubo qatorliqlar tarafidan 2012-yili qurilgan. Onun baş shtabi Xitoy poytaxti Beijingga joylashgan. 11 mart kuni o'tkazilgan dunyoviy tahdidlarni baholash isbot anglash yig'inida Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasi istixborot alayda komitetining muavin raisi senator Marco Rubio, Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Rayden TikTokning Amerikaning davlat xavfsizligiga selayotgan tahdid haqida nurg'un savollarni so'ragan. Christopher Ray TikTokning har xil usullaridan foydalanib Amerikaga singib kirish va ta'sir ko'rsatish harakatida bo'layotganligini ta'kidlash bilan bir vaqtda TikTokning xo'jayini bo'lgan ByteDance'ning Xitoy Kompartiyasining talabini rad qila olmaydiganligini jazmlashtirgan. Birlashma axborot e'lon qilish yig'ini jarayonida naq maydondan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqin Isa apandim o'zining bu haqdagi qarashlarini bildirib, mundaq dedi. Yıllardan bu yan bu Amerika'da devlet bexaterliginden takip insanların ailesinin ki geçip boğan alıp tesir kılatkan bir Xitay Komünist Partisi'nin bir virüs takıtıdığın okşaydıgan bir üskünüsü bulup gelgen. Bunu Uygur teşkilatları olsun, Tibetliler olsun bunun demokratik cemiyet için bir tehdit oluşturulatkanlığını, şekillendirulatkanlığını bunu çekleş gerekliliği hakkında nurgulluğun bu haqda maqallar yazıldı, bizden mümkün tertip geldi. Ama ahırda Amerikan parlament azalarının bunu bir kanun üstünde avaz koymakçı boğallıkımızı tarihi bir hadise. Elbette Xitay bunun naiti nima bo'ldi, narozi bo'ldi. Amerika Xitoy munosabatlarini ma'lum darajada ta'sir qilishi mumkin. Ammo bu shart. Chunki Amerika bugün dünyada demokratiyani qo'llayman desa, o'zining milliy bexatarligini qo'llayman desa va bu yerda Uyg'urlarga, Tibetliklarga, Hongkongliklarga va ya'ni Xitoyning chegara olgan besim siyosatining ta'siriga uchrayotgan insonlarni ham qo'llayman deydigan bo'lsa, bu bir qonun o'tish kerak. Bu Amerika'nın milli bexatarligi uchun muhim, insoniyatning bexatarligi uchun muhim va shundaqla Xitoyning chegara olgan besim siyosatlarini cheklash nuqtasidan muhim. Şunun albatta Xitoy bundan norozi bo'ldi. Chunki Xitoy o'zining bu TikTok orqali yetmoqchi bo'lgan bir qism nishonlarga yetolmaydigan bo'ldi. Amerika bu qonunni chiqargandan keyin Yevropadami va dunyoning boshqa davlatlarida bu TikTokga nisbatan o'xshash shaklda cheklimini yo'l qo'yilishi mumkin. Bu tarixiy bir hodisa. Buning biz cho'qim o'tadiganligini ishonamiz. Türkiye Prezidentliği qarashliq Diniy ishlar idorasining boshlig'i Professor Dr. Ali Arbash apandi Ramzan iyi munosabati bilan e'lon qilgan tabrik bayonotida Sharq Turkiston uchun duo qilayli degan iboralarni ishlatgan. U 3-oyning 10-kuni yana Ramzan iyi kirish harfisida so'zlagan tabrik so'zida mundaq degan: Muqaddas Ramzan iyining marhamatli havosidan foydalanib, Falastin, Sharq Turkiston va dunyoning boshqa joylarida davomlashayotgan vahshiyliklar, sistemalik ilib berilayotgan qirg'inchiliklar, tan jazosi va tajovuzchilik qilmishlarining oxirlashi uchun duo qilayli. U yana mundaq degan: Ezilayotgan musulmonlarning ustidagi zulm va tragediyani yo'q qilish mas'uliyati yangi dunyodagi musulmonlarning zimmasidadir. Zulm ostidagi barliq musulmonlarning qutilishi dunyodagi musulmonlarning birlik va ittifoqlik bilan harakatga o'tishi bilan zich munosabatlik. Shunga bu muborak Ramzan iyining musulmonlarning uyg'onishiga sabab bo'lishini umid qilaman. Ramzan iyi ruh va dilimiz shodlikqa to'lgan, qarindoshlik rishtimiz kuchaygan, hamkorlik ro'yimiz yuqori ko'tarilgan, yaxshiliklar ko'paygan, umidlarimiz qaytadan yashnagan bir oy bo'lg'usidir. Turkiya din bilan siyosat ayritilgan bir jumriyat bo'lib, Turkiyadagi 81 viloyatda jami 89,445 jami va masjid bor. Bu masjidlarda millionlagan musulmonlar Ramzan iyida har kun oqshimi iftordan keyin taravih namoz o'qib duo qilishidi. Türkiye Prezident Mahkamasiga qarashliq Diniy ishlar idorasining boshlig'i Ali Arbashning e'lon qilgan Ramzanlik bayonoti dunyo jamoatchiligining bo'libmi musulmonlarning diqqatini tortmoqda. Bu yillik muqaddas Ramzan iyi kirishi bilan mustaqil va demokratik ellarda yashayotgan musulmonlar erkin ozod holda Ramzanlik ibodatlarini boshladi. Halbuki irqiy qirg'inchilik davom qilayotgan Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan musulmonlar ig'ir besim va cheklim ichida Ramzan iyini kutib oldi. Çağan mezgilde qaynab ketgan Xitoy hukumat taratqullari musulmonlarning Ramzani boshlangandan buyon bir qatim bu vaqt xabar bermedi. Mushundaq bir sharoitda muhojirat Uyg'ur jamoati bu yillik Ramzanni kollektiv iftorlik faoliyatlari bilan boshladi.
Amerika poytaxti Washington va yaqin atrofdagi shtatlarda yashaydigan Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib, kollektiv iftorlik qildi. 11 mart kuni Amerika Uyg'ur birlashmasi Virginia shtatining Fairfax shahridagi Uyg'ur markazida Ramazonning boshlanganligini tabriklash uchun tunji iftor faoliyati o'tkazdi. Bu faoliyatga Virginia va Washington alayda rayoni atrofidagi joylardan kelgan 100 dan ortiq Uyg'ur qatnashdi. İftarlık faoliyatiga bir qism chet ellik musulmonlar qatnashdi. Virginiyada turishliq yosh diniy zot Anqar hojining duosi bilan bu qatimliq iftor faoliyati rasmiy boshlandi. Jamoat birlikda eg'iz ichib, Uyg'urcha mazalik taomlardan birlikda bahramon bo'ldi. Bu qatimliq iftor faoliyatining ahamiyati yolg'iz Ramazonning kirganligini qutluqlash emas, balki Sharq Turkistonda zulm chekayotgan, diniy e'tiqodidan mahrum qilingan qarindoshlarni eslash va ular uchun duo qilish, o'zaro ittifoqlash rishtasini o'rnatish, shundaqla duch kelayotgan masalalar haqida o'rtoqlashdimi ko'rildi. 11 mart kuni Uyg'ur markazida o'tkazilgan iftor faoliyatidan sirt yana Fairfax shahridagi Uyg'ur masjidida iftor faoliyati bo'ldi. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizə gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'laysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.